Geometriya fani 7-sinf. Bugungi mavzuyimiz qo'shni va vertikal burchaklar xossalari. Sizlar bilan burchaklar mavzusini 5-sinfda o'tgan edik. Hozir burchaklar va ularning turlarini esga olamiz. Boshi O nuqtada bo'lgan ikkita OA va OB nurlardan hosil bo'lgan shakl burchak deyiladi. OA va OB tomonlari, O nuqta esa uchi deyiladi. Qisqacha burchak AOB yoki burchak BOA deb belgilanadi. Uchidagi bitta harf bilan, ya'ni burchak O deb ham aytish mumkin. Ta'rif: qo'shni burchaklar deb bittadan tomoni umumiy, qolgan tomonlari to'g'ri chiziqni tashkil qiluvchi burchaklar juftiga aytiladi. Isbot: burchak AOB va burchak BOS berilgan qo'shni burchaklar bo'lsin. OB nur yoyiq burchakning AO va OS tomonlari o'rtasidan o'tadi. Shuning uchun burchak AOB va burchak BOS ning yig'indisi 180 gradusga, ya'ni yoyiq burchakka teng bo'ladi. Ta'rif: vertikal burchaklar deb ikki to'g'ri chiziqning kesishishidan hosil bo'lgan va o'zaro qo'shni bo'lmagan burchaklar juftiga aytiladi. Birinchi xossa: vertikal burchaklar o'zaro teng. Aytaylik, burchak 1 va burchak 3 vertikal burchaklar berilgan bo'lsin. Burchak 1 va burchak 3 ni bir-biriga tengligini isbotlaymiz. Isbot: burchak 1 ni burchak 2 ga qo'shsak 180 gradusga teng bo'ladi. Chunki burchak 1 va burchak 2 qo'shni burchaklardir. Burchak 2 ni burchak 3 bilan yig'indisi 180 gradusga teng. Chunki burchak 2 va burchak 3 qo'shni burchaklardir. Bu tenglikdan burchak 1 qo'shilgan burchak 2 teng burchak 2 qo'shilgan burchak 3 hosil bo'ladi. Ya'ni burchak 1 ni burchak 3 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Ikkinchi xossa: vertikal burchaklarda hosil bo'lgan burchaklarning yig'indisi 360 gradusga teng. Endi yangi mavzuga doir ikkita masala ko'ramiz. Birinchi masala: biri ikkinchisidan 5 marta ortiq bo'lgan qo'shni burchaklar berilgan. Shu burchaklar kattaliklarini toping. Berilgan burchak AOB va burchak BOS qo'shni burchaklar. Burchak AOB teng 5x ga, burchak BOS teng x ga. Topish kerak burchak AOB va burchak BOS larning kattaliklarini. Yechish: qo'shni burchaklarning xossasiga ko'ra burchak AOB qo'shilgan burchak BOS teng 180 gradusga. Burchak AOB ni o'rniga 5x qo'yamiz. Burchak BOS ni o'rniga x qo'yamiz. Qo'shsak 180 gradusga teng bo'ladi. 6x teng 180 gradusga. Bitta x ni topish uchun 180 gradusni bo'lamiz 6 ga. X teng 30 gradusga tenglik hosil bo'ladi. Burchak AOB teng 5x ga. 5 ko'paytirilgan 30 gradus teng 150 gradusga. Demak, javob 30 gradus va 150 gradus. Ikkinchi masala: ikki to'g'ri chiziq kesishidan hosil bo'lgan burchaklarning biri 30 gradusga teng. Qolgan burchaklar kattaliklarini toping. Berilgan vertikal burchaklar: burchak 1
teng 30 gradusga. Topish kerak burchak 2 ni, burchak 3 ni va burchak 4 ning kattaliklarini. Yechish. Burchak 1 va burchak 2 qo'shni burchaklar. Qo'shni burchaklar xossasiga ko'ra burchak 2 ga 30 gradusni qo'shsak 180 gradusga teng bo'ladi. Bundan burchak 2 ni topish uchun 180 gradusdan 30 gradusni ayiramiz. Natijada burchak 2 150 gradusga teng bo'ladi. Vertikal burchaklar xossasiga ko'ra burchak 1 teng burchak 3 ga, burchak 2 teng burchak 4 ga. Demak, so'ralgan burchak gradus kattaliklari 30 gradus, 150 gradus va yana 150 gradusga teng ekan. Shunday qilib, ikki to'g'ri chiziq kesishidan qo'shni va vertikal burchaklar hosil bo'lar ekan. Ulardan biri 90 gradusdan kichik bo'lsa, ikkinchisi 90 gradusdan katta bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.